Bugungi obzorimiz salarkalik 17 ot kuchdan boshlab 7 ot kuchgacha bo'lgan motobloklar narxlarini eng arzonlarini sizlarga ilindik. Videoni oxirigacha ko'rib like va bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Unda biz boshladik. Salarkalik 17 ot kuchdan tortib to 7 ot kuchgacha starter, B-starter variantini hozir sizlarga bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Oxirigacha ko'rib faqat iltimos shuni olingizlar. Komplektatsiyasida kattalarida 5 qatordan 10 qator frezer bo'ladi. Boshqa narsa chiqmaydi. Mana shunday ajoyib yashikda bo'ladi. Oldingizdan pachka upakovkasi mana shunday yashikdan ochib qilib beramiz. Ko'rsatib beriladi. Xohlasangiz terib, zavod qilib bersangiz, terib, zavod qilib beradi. Pachka upakovka olib ketaman desangiz, pachka upakovka yashiklarni beriladi. Frezerlari hammasi original. 5 qatordan 10 qator frezeri, pechatli, garantiyalar asosida qilib beriladi. 1 yildan garantiyalari mavjud. Narxlariga keladigan bo'lsak, 192 salarkali motoblogimiz, 192F salarchli motoblogimizda 8,5 million so'mdan qilib beryapmiz. Shoshilingizlar, sonlar juda kam, chegaralangan. Optimga ham chiqib ketyapti, optimga chiqib ketadi. Soni juda kam, o'z atiga 3 ta yo 4 dona qo'ygan. 190F motorli salarkaligimizda esa mana 190F salarchli motoblogimiz esa atiga 8 million 300 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xuddi shuni B-starter varianti kerak deganlarga B-starter varianti, bu starterni, bu B-starter varianti. Aksiyaga 7 million so'mdan qilib beryapmiz. B-starter varianti 190F salarkali motoblogimiz. Agar tortmasiga qiynalsalaringiz, sizlar uchun universal tortma olib kelib qo'yganmiz. Universal tortmamiz hozir bir ko'rsataman sizlarga. Mana universal tortma bu faqat salarkali motobloklarga tushadi. Bu aylantirganingizdan keyin soat mexanizmiga o'xshab zavod qilib yuboradi. Buni hech qanday qiynalib tortib yurmaysiz. Faqat aylantirib zavod qilinadigan variant hisoblanadi. Buni o'zi kamida sizlarga 6 yil ishlab beradi. Agar mana tortmadan qiynalsangiz, buni o'zidan qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Buni narxi 600 ming so'm, yana kelishtirib qilib beriladigan joyi bor. Xo'sh, undan keyin kichkinaroq modeli so'raganlarga 10 ot kuchi 186F salarkali motoblogimizda qadrli obunachilarimiz uchun bo'lsin 7 million 900 ming so'mga 10 ot kuchi salarkaligini qilib beramiz. 9 ot kuchi salarkali variantini so'raganlarga 9 ot kuchi salarchli motoblogimiz atiga B-starter variantini 6 million so'mga qilib beryapmiz. Bu TX emas. Ko'pchilik TX o'xshaydi, sariq TX emas. Bu motoblogimizda 6 million so'mdan kelib xarid qilib, xohlasangiz ko'k model, xohlasangiz sariq modeldan 6 million so'mdan xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Menga starterli variant kerak deganlarga 7 million so'mdan starterli variantlarni qilib beramiz. Menga starterli farali variant kerak deganga starter farali variantlarimiz 7,5 million so'mdan qilib beramiz. Menga Aren firmasini standart Germaniya asosida ishlab chiqarilgan, Xitoyda ishlab chiqariladigan Aren firmasi motoblok kerak desalaringiz, bu boshqa motobloklardan nimasi bilan farq qiladi desalaringiz, bu quyma blokligida. Agar bu haqida tushunmayotgan bo'lsangiz, kanalga kiring, men imenni qo'yganman. Aren firmasi motobloklari boshqa motobloklardan nima uchun farq qilishini ko'rsatib aytganman. Narxlarga keladigan bo'lsak, 10 ot kuchi ham bor, 13 ot kuchisi ham bor. 8,5 million so'mdan qilib beryapmiz. Qolgan turdagi motobloklar 7 ga 9, 9 ot kuchi, 9 ot kuchi motobloklarimiz 5 million so'mdan qilib beryapmiz. 5 million so'm, 7 ga 9 4 million so'mdan. 7 ot kuchlilarda esa 2 million 600 ming so'mdan 4,5 million so'mgacha. Salarkalilarda esa starterli variantlari qolgan, B-starterlar qolmagan, starterlilari 5 million so'mdan 6 million so'mga qilib beryapmiz. Starterning 7 ot kuchli. Optima katta kolleksiyada bizda hisob. Manzilimiz Toshkent shahri Ark-Buloq bozorida joylashgan. Eng arzoni doimo bizdan uzoqlashmay obuna bo'lib, like, podpiska bosib qo'ying. Jonlaringiz sog' bo'lsin.